romantik bo'lishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ham o'rganaylik. U zotning oilaviy hayoti nafaqat diniy, balki insoniy va hissiy jihatdan ham biz uchun eng go'zal namunalardan biri sanaladi. Sevgisini ochiq izhor qilardi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizga bo'lgan muhabbatini yashirmas edi. Oysha radhiyallohu anhu bir kuni: "Ey Allohning rasuli, meni qanchalik sevasiz?" deb so'raganida, u zot tuguni mahkam bog'langandek dedilar. Oysha radhiyallohu anhu vaqti bilan o'sha tugun hali ham o'shandaymi deb so'rar edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam esa birinchi kundagidek mahkam deb javob berar edilar. Erkalatib murojaat qilardilar. Oysha onamizni Humayro, ya'ni yanoqlari qizarib turuvchi, latofatli deb atar edilar. Bu zotning mehr va muhabbat ifodasi edi. Bir idishdan suv ichar edilar. Oysha radhiyallohu anhu suv ichgan joyidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ham ichar. Shu orqali unga bo'lgan mehrini ko'rsatardilar. Bu o'sha davr odatlarida ham juda nozik va go'zal muomala sanaladi. Ba'zi holatlarda musobaqalashardilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhu bilan yugurish musobaqasi qilganlar. Avval Oysha radhiyallohu anhu yutgan. Keyinroq vazni ortganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam yutib, hazillashib, "Inni hisob teng bo'ldi" deb aytganlar. Birga sifatli vaqt o'tkazardilar. O zot ayollari bilan suhbatlashar, ularni tinglar, zerikmasliklari uchun dugonalari bilan uchrashishga ham ruxsat berar va rag'batlantirar edilar. Hazil mutoyibani yoqtirar edilar. Oysha radhiyallohu anhu Habashlarning o'yinini tomosha qilayotganida boshini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yelkalariga qo'ygan. O zot esa uzoq vaqt shunday turishga hech narsa demaganlar. Birga ovqatlanar edilar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha radhiyallohu anhu bilan bir idishdan ovqat yer, ba'zan unga luqma ham uzatar edilar. Bu mehr va yaqinlikning go'zal ifodasi edi. Kasal bo'lganda yonida bo'lardilar. Ayollari betob bo'lsalar, ularni yolg'iz qoldirmas, g'amxo'rlik qilar, duo qilar edilar. Oysha radhiyallohu anhu kasal bo'lganlarida ham mehr bilan yonlarida bo'lganlar. Vafodorlikni umr bo'yi saqlaganlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Xadicha onamizga bo'lgan vafolari bilan ham barchaga o'rnak bo'lganlar. U zotning dugonalariga ikrom ko'rsatar edilar.